Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craftabek ko'z do'stlar. Bugungi videoda biz nima deydi? Nima bo'ldi? Bugungi videoda biz anaqa qilamiz. Nima deydi? Car Party Multiplayer 2 o'ynaymiz. Mod versiya emas. Bu M5 ta tangaga olsa bo'lar ekan, coinga bu real pulga sotmas ekan. Bu menga yoqib qoldi. Drift qilishni o'rgataman deyman-u. Car Party 2 da bilmas ekanman drift qilishni. Bunda yana xapalarini ham ko'rsatmas ekan. Heyma. Qani qattizding? Nazat ko'ryapsizlar. Qaranglar. BMW M5 qalay? Zo'rmi? X7 dan qaranglar, X7 dan. BMW X7. Buni ko'rdinglar, TikTokka oldim. Hozir TikTokka olyapmanmi bilmayman. Qo'yib bo'ladigani o'zi biladi. Xo'sh, yangi mashina olamiz. Narsa nima bu tumaloqchalar? Videoni o'chirsam bu tumaloqchalar chiqmaydi. Voydi. Qaysi mashinani olaykin? Taxovda o'tkazib yubordimmi? Yoki o'tkazib yubormasam. O, W210-ku menga yoqadi. Ana unisi yoqmaydi hali. Tuning qilingan bo'ladi-yu, shunisi yoqmaydi menga. W210S nima turdi? Mana yoqmaydi menga. Chiroyli qilinib, Car Party 1da chiroyli emas emas. Mana uchadi shekilli. Yoki uchmaydimi? O, E60. Mana taxov. Kupit. Qaranglar, donatskiy diskalar bepul ekan bitta. Xo'sh, tera qilamiz. Chekatda balon. Kraskani qoraga bo'yadim shekilli. Xo'sh, politsiyasiga qilmayman, yoqmaydi. Taxov. Aytgancha juma ayyomlaring bilan. Bugun juma do'stlar. Tasni kichkinaroq qilay. Yasmin. Hoppa taxoy. Endi buni haqiqiy o'xshatishimiz kerak. Qoraga bu. Xo'sh, mana shunday qilasizlar do'stlar, bu hozir nima deydi? Haqiqiy emas hozircha. Hozir qoraga bo'yashim kerak, qora qilaydi. Ana. Haqiqiy o'xshaydi mana do'stlar, haqiqiy o'xshaydi. Hamma mashinalar shunaqa qiladi-da, hamma. Chiq, Va qo'rqib ketdim. Bunga motor qo'yib bo'lmaydi. Qo'ysa ham men bilmayman qo'yishni. Menga nima bo'lib qoldi yesiga? Bilmayman. Bunga nomer qo'ysa bo'larmikin? Bosalmayapti do'stlar. Qo'ysa bo'ladi nomer. Ne qilasizlar?
Siz mana vinil, akna. O mana endi bo'larkan. Qattiq qiladi. Shu mana qarab. Nomer yasasa bo'larkan, voyda vinil. Nima qilsa bo'lmaydi dedim yana. Xo'sh. Zo'r nomer qilamiz. Deroq qilaydi, menimcha bu Karpatniki bo'q. Xo'sh. Taqlamiz. Bu telefonni bilasizlar shekilli, bu Honor 400 Lite. Honor bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi bular. Hamma Honorlar mana shunaqa. Men zapis ekrandan tortib oldim, rekorderlar bo'ladi. Mana shunaqa tortib olibman, bitta ana tushirsam, anaqa turibdi-da. Vayda dedim. Alo, nima bo'lib qolding? Ko'r qilamiz. Sizlar saysan qilsalaringni men ko'r qilaman. Va bunaqa to'r chiqyapti. Buning uchun davosi bor. 40 Farg'ona, menda Farg'ona, sizlar boshqacha qilsalaringni ham menda Farg'ona. Boshqalarda 0 bo'ladi, 5lar bo'ladi. Men 0ni o'rgataman hozir. Kichkinaroq qilish kerak. Jay kichkina emas, voy. Mana shuncha aytadi. Короче, ishlamayapti. Mana shu bilan teng qilasizlar. Qayoqqa ketyapsan? Ne qilamiz? Vay do'stlar. Shu tezlashtirishni bilsam, tezlashtirib yuborardim, borib. Bitta nolni ham qilish qiyin bo'lyapti. Musini oqqa bo'yaymiz mana qo'yadi. Anaqa. Va nihoyat ko'rdinglar, bo'ldi, yetadimi? Qilmayman, bo'ldi. 40 bo'lsa bo'ldi. Radarga tushmayman endi. Nomerni qaranglar. 40 boshqasi yo'q. Короче, nima qildim hozir? Что-то не туда. Go.